Assalomu alaykum. Sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan proyektim o'sha unga birinchi etaj lobbi qismi bo'ladi va undan keyin 4 etaj parkovka. Har bir xonadon o'zining parkovkasi bilan keladi. 30 dan ortiq qulayliklariga ega. Bu basseyn deysizmi, akvapark bolalari uchun deysizmi, begovoya doroshka deysizmi va qolganlar hisoblanadi. Unda jami 22 qavat rezidensiyalar uchun xonadonlar hisoblanadi va studio xonadonlar bunda 200 ming AQSh dollardan boshlanadi. One bed, ya'ni 2 xonali xonadonlar esa 350 ming AQSh dollardan. Agar 2 xonali xonadon basseyni bilan sotib olmoqchi bo'lsangiz, unda o'rtacha 380 ming AQSh dollarga to'g'ri keladi va mana bu tepasida esa club lounge uchun, ya'ni shu yerdagi rezidensiyalar bu qulayliklardan bepul foydalanish mumkin bo'ladi. Ko'rib kulib turganingizdek, bu loyihamiz Arjan lokatsiyasida joylashgan bo'lib, o'sha qurilish muddati 3 yilni o'z ichiga oladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun menga bog'laning. Assalomu alaykum.